Xitayning 2022 yillik بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسى نۆۋەتتە بارغانسېرى كۆپ تەشكىلاتلار، ھۆكۈمەتلەر ۋە سىياسىيونلارنىڭ قارشى تۇرۇش ئوبيېكتىغا ئايلاندى. 16 noyabrda ياۋروپادىكى bir qism siyasiyonlarning bu safga qatilishi bilan bu vaqtdagi cho'qanlar yana bir qatam dunyo jamoatining diqqatini tortishga boshladi. Fransiya parlamenti Töven palatasining a'zosi, Xitoy masalasi bo'yicha xalqaro parlamentlar ittifoqining a'zosi, Fransiyalik dаңlıq film ishlaguvchi san'atkor Fredrik Domas xonim 16 noyabr kuni o'zining Twitter betida suratli uchur yo'llab بېيجىڭ qishliq ئولىمپىك musobaqasini to'liq diplomatik boyqut qilish chaqirig'ini o'tirg'a qo'ydi. U mazkur uchurga yozgan izohliq tekstga alohida qilib, haqlar bo'lmagan joyda Olimpik musobaqasimi bo'lmasligi lozim deb yozgan. Xuddi mushu mazmundagi chaqiriqni o'tirg'a qo'ygan yana bir kishi Angliya parlamentining a'zosi, yillardan buyon Uyg'ur qirg'inchiligini keskin ayblab kelgan Duncan Simis apandi bo'lib, 16 noyabr kuni umo suratli uchur yo'llab, بېيجىڭ qishliq Olimpik musobaqasini to'liq diplomatik boyqut qilishni ta'kidladi. U bu vaqtdagi tekstda aniq qilib, بېيجىڭ qishliq Olimpik musobaqasi Uyg'ur diyorida, shuningdek Hong Kong va Tibet rayonlarida haqlar ig'ir darajada dafsanda qilinayotgan bir sharoitda o'tkazilmoqchi bo'lyotidi. Xitoy masalasi bo'yicha xalqaro parlamentlar ittifoqi hukumat amaldorlarini bu musobaqaga qatnashmaslikka chaqirmoqda. Men bu safga qo'shildim, deydi. Ularning har qaysi joylardagi agash kuchlari bas-basda bu chaqiriqni olqishlagan. Shuningdek, Angliya va Fransiya hukumatlarini bu vaqtda tezdan qaror olishga da'vat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumati pat yaqinda بېيجىڭ qishliq Olimpik musobaqasini diplomatik boyqut qilish haqida qaror olgan bo'lib, texmi ko'p hukumatlarning bu safga qo'shilishi umid qilinmoqda ekan.